Sura Tavba. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilallazina ahadtum minal mushrikin. Bu Allah ve onun peygamberinin Sura Tavba. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilallazina ahadtum minal mushrikin. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen muahide tüzüşken müşriklarga qaratgan ada joda buluş, yani muahidini bekar qilish e'lonidir. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Ey müşriklar, yeryüzüde Xaliqininglarcha 4 ay yuringlar. Bilinglar ki, sizlar Allah'ning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Bilinglar ki, Allah kafirlarni xor qilguchidir. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan e'landır ki Allah ve onun peygamberi müşriklardan ada jodadır. Eğer küfreden tövbe kılsanlar, bu sizlerge gumrahlıkta keti verişten yaxşıdır. Eğer İslam'dan yüz öğrüsenler, bilinglar ki Allah'ның azabıdan qechib qutulalmaysizlar. Kafirlarga qattiq azab bilan bisharat bergin. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Amma müşriklar işçideki sizler bilen muahide tüzgen, muahidiga hiç qandaq xilaplık qılmıgan. Sizlerge qarşı hiç qandaq adamga yordam bermegenlerge kelsek, ular bilen tüzgen bu muahidiga onun vaqti toşqanğı qadar riayet qılinglar. Şübhisiz ki Allah taqvodorlarni do'st tutadi. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini ko'zatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Allah tavba qilguvchilarga mağfiret kılgıcıdır, rahim kılgıcıdır. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Eğer müşriklardan birer kişi senden amallık tilese, ta ki u Allah'ның kalamını,
ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetganga qadar uningga omonlik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jeni meli omon topadigan joyga yetkizib qo'ygin. Bu shuning uchunki, ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah'ның və onun peyğəmbərinin qarışca əhdisiga vapa qılmaydigan müşriklarda qandaqmı muahide degan narsa bolsun. Amma Masjidi Haram qeşida sizlar bilan ahdi tuzishgan müşriklar agar ahdisiga vapa qiladigan, sizlarmu vapa qilinglar. Shubhisizki Allah taqvodorlarni, ya'ni Parvardigordan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Müşriklar ahdisiga qandoqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarida xush qiladi. Dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroylik so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ular Allah'ның ayetlerini dünyanın mal mülklerinden arzimas narsalarga tegishdi. Kishilarni Allah'ның yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. La yarqubuna fi mu'minin illa wa la zimmah wa ulaika humul mu'tadun. Ular mo'minlar haqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquvchilardir. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Agar ular kufridan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qayrindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. Fuqadigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Agar ular ahdi bergandan keyin qasamlarini buzsa va dininglarni ayıplasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrining katta boshlariga urush echinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم
وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ey müminler cemaasi! Ahdi bergende ishkan qasimini buzgan payg'ambarning Sura Tavba. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen Sura Tavba. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen muahide tüzüşken müşriklarga qaratgan ada juda buluş, yani muahidini bekar qilish e'lonidir. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Ey müşriklar! Yeryüzüde Xaliqininglarcha 4 oy yuringlar. Bilinglar ki, sizlar Allah'ning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Bilinglar ki, Allah kafirlarni xor qilguchidir. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan e'landır ki Allah ve onun peygamberi müşriklardan ada judadır. Agar kufridan tavba qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda keti verishdan yaxshidir. Agar islomdan yuz o'risanglar, bilinglar ki Allah'ning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Amma müşriklar işçideki sizler bilen muahide tüzgen, muahidiga hech qandaq xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qandaq odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tüzgen bu muahidiga uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Shubhisizki, Allah taqvodorlarni do'st tutadi. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini ko'zatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Allah tavba qilguvchilarga mag'firat qilguvchidir, rahim qilguvchidir.
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. Agar mushriklardan biror kishi sendin omonlik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetganga qadar uningga omonlik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jeni meli omon topadigan joyga yetkizib qo'ygin. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah'ның və onun peyğəmbərinin qarışca əhdisiga vəfa qılmaydigan müşriklarda qandaqmı muahidə degan narsa bolsun. Amma Məscid Surə Təvbə Bara'atun minallahi və rasulihi iləl-ləzīnə əhədtum minəl müşrikin. Bu Allah və onun peyğəmbərinin sizlər bilən muahide tüzüşkən müşriklərə qaratqan ada-juda buluş, yəni muahidini bekar qilish e'lonidir. Fasihu fil ardi 4 ashhur wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa annalloha mukhzil kafirin. Ey müşriklar, yer yüzüdə Xaliqininglarcha 4 oy yuringlar. Bilinglarki, sizlar Allohning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Bilinglarki, Alloh kofirlarni xor qilguchidir. Wa adanun minallohi wa rasulihi ilan-nas yawmal hajjil akbar أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan e'landır ki Allah ve onun peygamberi müşriklardan ada judadır. Eğer küfreden tövbe kılsanlar, bu sizlerge gumrahlıkta keti verişten yaxşıdır. Eğer İslam'dan yüz örüsenler, bilinglar ki Allah'ның azabıdan qechib qutulalmaysizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Illallazina ahadtum minal mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahada فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Amma müşriklar işçideki sizler bilen muahide tüzgen, muahidige hiç qandaq xilaplık qılmıgan, sizlerge qarşı hiç qandaq adamga yordam bermegenlerge kelsak, ular bilen tüzgen bu muahidige uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Shubhisizki Alloh taqvodorlarni do'st tutadi. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini ko'zatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Alloh tavba qilguvchilarga mag'firat qilguvchidir, rahim qilguvchidir. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Agar mushriklardan biror kishi sendin omonlik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetganga qadar uningga omonlik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jeni meli omon topadigan joyga yetkizib qo'ygin. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah'ның və onun peyğəmbərinin qarışca əhdisiga vapa qılmaydigan müşriklarda qandaqmı muahidə degan narsa bolsun. Amma Məscid-i Haram qeşida sizlar bilan əhdi tüzüşkən müşriklar əgər əhdisiga vapa qılıdikan, sizlarmu vapa qılınlar. Şübhisiz ki Allah taqvodorlarni, yani Parvardigordan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Mushriklar ahdisiga qandoqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarida xush qiladi. Dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroylik so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ular Allah'ның ayetlerini dünyanın mal mülklerinden arzimas narsalar. Sura Tavba. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen muahide tüzüşken müşriklarga qaratgan ada juda buluş, yani muahidini bekar qilish e'lonidir. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Ey müşriklar! Yeryüzüde Xaliqininglarcha 4 oy yuringlar. Bilinglar ki, sizlar
Allah'ның azabıdan qechib qutulolmaysizlar. Bilinglarki, Allah kafirlarni xor qilg'uchidir. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan e'landır ki Allah ve onun peygamberi müşriklardan ada judadır. Agar kufridan tavba qilsanglar, bu sizlarga gumrohlikda keti verishdan yaxshidir. Agar islomdan yuz o'risanglar, bilinglarki Allohning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Amma müşriklar işçideki sizlar bilan muahide tuzgan, muahidiga hech qandaq xiloflik qilmagan, sizlarga qarshi hech qandaq odamga yordam bermaganlarga kelsak, ular bilan tuzgan bu muahidiga uning vaqti to'shqanga qadar rioya qilinglar. Shubhisizki, Allah taqvodorlarni do'st tutadi. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini ko'zatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Allah tavba qilguvchilarga mağfiret qilg'uchidir, rahim qilg'uchidir. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Agar mushriklardan biror kishi senden amallik tilasa, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetganga qadar uningga amallik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jeni meli aman topadigan joyga yetkizib qo'ygin. Bu shuning uchunki ular islom dini Sura Tavba. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Bu Allah ve onun peygamberinin sizler bilen muahide tüzüşken müşriklarga qaratgan ada juda buluş, yani muahidini bekar qilish e'lonidir. فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Ey müşriklar! Yer yüzüde
xolig'ininglarcha 4 oy yuringlar. Bilinglarki, sizlar Allohning azobidan qechib qutulolmaysizlar. Bilinglarki, Alloh kofirlarni xor qilg'uchidir. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. Bu çoğun hac günüde Allah ve onun peygamberi tarafından kişilerge çıkarılgan elandır ki Allah ve onun peygamberi müşriklardan ada judadır. Eğer küfreden tövbe kılsanlar, bu sizlerge gumrahlıkta keti verişten yaxşıdır. Eğer İslamdan yüz öğrüsenler, bilinglar ki Allah'ның azabıdan qechib qutulalmaysizlar. Kafirlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Amma müşriklar işçideki sizler bilen muahide tüzgen, muahidiga hiç qandaq xilaplık qılmıgan, sizlerge qarşı hiç qandaq adamga yordam bermegenlerge kelsak, ular bilen tüzgen bu muahidiga onun vaqti toşqanğa qadar rioya qılinglar. Şübhisizki Allah taqvodorlarni do'st tutadi. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Urush qilish harom qilingan oylar o'tib ketganda, mushriklarni qayerda uchratsanglar, shu yerda o'ltiringlar. Asirga elinglar, qo'rshanglar. Ularning o'tadigan yo'llarini ko'zatib turinglar. Agar ular tavba qilsa, namoz o'qisa, zakot bersa, ularni qo'yib beringlar. Shubhisizki, Alloh tavba qilguvchilarga mağfiret qilg'uchidir, rahim qilg'uchidir. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. Agar mushriklardan birer kişi senden amallık tilese, toki u Allohning kalomini, ya'ni Qur'onni anglaganga, ya'ni fikr qilib uning haqiqatiga yetganga qadar uningga amallik bergin. Ondan u iymon etmasa, uni jeni meli omon topadigan joyga yetkizib qo'ygin. Bu shuning uchunki ular islom dinining haqiqatini uqmaydigan qavmdir. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. Allah'ның və onun peyğəmbərinin qarışca əhdisiga vapa qılmaydıgan müşriklarda qandaqmı
muohida degan narsa bo'lsin. Ammo masjidi haram qeshida sizlar bilan ahdi tuzishgan mushriklar agar ahdisiga vafo qiladigan, sizlarmu vafo qilinglar. Shubhisizki, Alloh taqvodorlarni, ya'ni Parvardigordan qo'rqqan, ahdisiga vafo qilgan, xiyonat qilmaganlarni do'st tutadi. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. Mushriklar ahdisiga qandoqmi vafo qilsin? Agar ular sizlarning ustinglardan g'alaba qilsa, sizlarning to'g'ranglarda na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Sizlarni eg'izlarida xush qiladi, dillarida va'dasida turishni xohlamaydi. Ya'ni og'zida chiroyli so'zligini bilan ko'ngillari adovat, nifoq bilan to'lgan. Ularning to'lisi fosiqlardir. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Ular Allah'ның ayetlerini dünyanın mal mülklerinden arzimas narsalarga tegishdi. Kishilarni Allah'ның yo'lidan to'sdi. Haqiqatan ularning qilmishlari nima degan yomon. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. Ular müminler haqqida na tuqqanchilikqa, na ahdiga rioya qilmaydi. Ana shular sizlarga zulm qilishda haddidan oshquchilardir. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. Agar ular kufridan tavba qilsa, namoz o'tsa, zakot bersa, diniy jihatda sizlarning qeyrindishinglar bo'ladi. Ya'ni huquq va majburiyatda ular sizlar bilan o'xshashdir. Fuqdigan qavm uchun oyatlarni tafsili bayon qilamiz. وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. Agar ular ahdi bergandan keyin qasamlarini buzsa va dininglarni ayıplasa, ularning buningdan cheklanishlari uchun kufrining katta boshlariga urush echinglar. Ularning qasamining haqiqatan e'tibori yo'q. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ey müminler cemaasi! Ahdi berganda ishkan qasimini buzgan, payg'ambarning Makkadan haydab chiqarishni qasdlagan va sizlarga oldi bilan hujum qilgan qavmga urush ochmamsizlar? Ulardan qo'rqamsizlar? Agar mümin bo'lsanglar, qo'rqishinglarga Alloh eng loyiqdir. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. Ularga urush echinglar. Allah ularni sizlarning qo'linglar bilan jazolaydi. Allah ularni xor qiladi.
Allah sizlarni ular ustidan g'olib qiladi. Islom dinini ustun qilib, kofirlarni jazolab, mo'min qavmning ko'ngliga shifoliq, ya'ni tasalli beradi. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ham ularni dillaridagi ochiqdan xalos qiladi. Allah xohlagan odamni tavbiga muvaffaq qiladi. Allah ham meni bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah sizlarning oranglardagi jihad qilganlarni, Allahning payg'ambaridan va mo'minlardan boshqani sirdosh qilib olmaganlarni bilmay, ya'ni o'tirg'i chiqarmay turib, sizlar o'z holimizga qo'yib berilamiz, ya'ni sinolmaymiz deb o'ylamsizlar. Allah sizlarning qilmishinglardan xabardordir. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Mushriklar o'zlarining kufrini iqror qilib turuqliq, ya'ni kofirlik bilan Allah'ның masjidlarini obod qilish bir-biri bilan sig'isholmaydi. Ularning Allah'ның masjidlarini obod qilishi to'g'ri emas. Ularning qilgan yaxshi amallarining natijasi bo'lmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah'ның masjidlarini faqat Allah'qa, oxirat kuniga iymon etgan, namoz o'tigan, zakot bergan, Allohdan boshqadan qo'rqmagan kishilarla obod qiladi. Ya'ni masjidni remont qilish, saramjonlashtirish, tozalash, masjidda davomliq namoz o'tish, Qur'on tilovat qilish qatorliq ishlarni qiladi. Ani shularning hidoyat topquchilardan bo'lishi ko'zda tutiladi. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sizlar hojilarni suv bilan ta'minlashni, masjidi haramni obod qilishni Allohga, oxirat kuniga iymon etgan va Allohning yo'lida jihad qilganlarning iymoniga o'xshash hisoblamsizlar. Allohning nazarida ular o'xshash emas. Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. İman etqanlarning, hicret qilganlarning va mollari ham jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarning darajasi Allohning dargohida
eng kattadir. Ani shular savob tepish bilan maqsadiga erishguchilardir. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Parvardigori ularga o'zining rahmati, roziligi va jannatlari bilan xush xabar beradi. Ular jannatlarda mangulik ne'matga erishadi. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. Ular jannatlarda mangu qoladi. Shubhisizki, Allohning dargohida ularga katta savob bor. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Ey müminler! Agar otlaringlar, qarindoshinglar imondan kufrini ortiq ko'rsa, kufrida mahkam tursa, ularni do'st tutmanglar. Ishchinglardan kimlarki ularni do'st tutadigan, ular zolimlardir. Ya'ni ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammu mushrik hisoblanadi. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar tapqan pul mollaringlar, oqmay kelishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan o'ylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib, Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar, u holda sizlar toki Allohning amri, ya'ni Makkani fathi qilish izni kelgucha kutinglar. Allah fosiq qavmni, ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah sizlarga nurg'un jang maydonlarida va Hunayn kunida, ya'ni jengida haqiqatan yordam berdi. Ayni vaqtda soninglarning ko'pligidan xushallanib ketdinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu chaqda sizlarning soninglar 12 ming, dushmaninglarning soni 4 ming edi. Soninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqotmadi. Qattiq qo'rqininglardan kang zamin sizlarga tor to'yildi. Ondan mag'lub bo'lib Rasulullohni ozg'ini mo'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. ثم أنزل الله سكينته على رسوله
وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Ondan Allah payg'ambariga va mo'minlarga marhamat qilib, xotirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'rmidinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Allah kofirlarni o'ldirish va asir elinish bilan azobladi. Kofirlarning jazosi ana shu. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. Shuningdan keyin Allah xohlagan odamga tavbani nasib qiladi. Ya'ni islom diniga kirishga muvaffaq qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Ey müminler, müşrikler, Allah'ni inkar qilganliklari uchun faqat nejisdir. Mushu yildan, ya'ni Hijriyaning 9-yilidan keyin ular Masjidi Haramga yaqinlashmasin. Ya'ni haj qilmasin, umra qilmasin. Agar sizlar, ey müminler, mushriklarning haramga kirishdan man'i qilinishi bilan peqirliqdan qo'rqsanglar, Allah xolisa o'z fazli bilan sizlarni boy qiladi. Shubhisizki, Allah sizlarga foydali ishlarni bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Sizlar ahli kitobdan Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar. Yahudilar Uzayrini Allohning o'g'li, Nasaralar İsa'ni Allohning o'g'li deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allohga va oxirat kuniga e'tiqod qilamiz degan bilanmi e'tiqod qilmaganning o'rnidadir. Bilan Alloh o'zining kitobida va uning payg'ambari sunnatida harom qilgan narsalarni harom bilmaydiganlar va haq din, ya'ni islom diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilan toki ular sizlarga bo'ysunib xor holda jizya to'laganga qadar urush qilinglar. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Yahudilar Uzayr Allah'ның oğludur dedi. Nasaralar Masih, yani İsa Allah'ның oğludur dedi. Bu ularning og'zidagi dalilsiz so'zdir. Ularning so'zlari ilgirki kofirlarning, ya'ni mushriklarning farishtalar Allohning qizlaridir degan so'zlarga o'xshaydi. Allah ularga la'nat qilsinki, Allohning bolasi yo'qligiga ro'shan dalil tursa, haqiqatdan botilga burilib, ular qandoqmi Allohning bolasi bor deb Allohga yolg'on choplaydi. اتخذوا
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Ular özlerinin Hebreylerini, rahiplerini, Yahudiler bilen Nasaralarının dini başlıklarını, ölüm allarını ve Meryem oğlu Mesihni mabud kılıp aldı. Halbuki ular peygamberler arkalık fakat bir ilahqa ibadet kılışqa buyurulgan edi. Uningdan başka, yani alemlerinin perverdigari Allah'tan başka hiç mabud berhaq yoktur. Allah ularning şerik keltirganliklaridan pokdir. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Ular, yani müşrikler, Yahudiler ve Nasaralar Allah'ның nurini, yani İslam dinini eğizleri, yani yalgan yavudak buhtalları bilen öçürmekçi boladı. Allah öz nurini üstün kılmay kalmaydı. Kapırlar bunu yaman körgen takdirdi mi? Huvellezî arsala rasûlehu bilhudâ ve dînil hakk liyuzhirahu ale'd-dîni kullihi velev kerihel müşrikûn. Allah haq din, İslamni barlık dillardan üstün kılıç üçün özünün peygamberini, yani Muhammed aleyhissalamni toluk hidayet ve haq din bilen evetti. Müşrikler onun üstün buluşini yaman körgen takdirdi mi? Ya eyyühellezîne âmenû inne kethîran minel ahbâri ve'r-ruhbâni leye'kulûne emvâlen nâsi bilbâtil ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. İyi müminler, Hebriler ve rahiplerden, Yahudi ve Nasara ölümallarından nurgulları kişilerinin pul mallarını hakikaten haram yeydi. Kişilerini Allah'ın diniga kirishtin to'sidi. Oltin kömüş yig'ib, uni Allah'ın yolida sarf qilmaydiganlarga do'zaxda bo'ladigan qattiq azob bilan bishorat bergin. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. O günde, yani kıyamet günüde, o altın kümüşler cehennemnin otida kızıtılıp, onun bilen ularning peshonalari, yollari va dumbilari dog'lanadi. Ularga bu sizlarning o'zinglar uchun yiqqan oltin ko'mishinglar. Sizlar bu dunyoyinglardagi Allohning haqqini ado qilmadinglar. Yiqqan oltin ko'mishinglarning vabolini tetinglar deyiladi. İnne iddet'eş-şuhur 'indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halaqas-semâvâti vel-ard minhâ arba'atun hurum zâliked'dînul qayyim felâ tazlimû fîhinne enfusakum
وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Şübihsizki osmon va zemin yoritilgandan tortib qamariy oylarning soni Allohning dargohida, ya'ni Lavhul Mahfuzda 12 dur. Ulardan 4, ya'ni Zulqa'da, Zulhajja, Muharram, Rajab urush qilish harom qilingan oylardir. Bu to'g'ri dindir. Ya'ni mazkur 4 oyda urushning harom qilinishi Allohning to'g'ri dinidir. Bu oylarda ularning hurmatini saqlamaslik bilan Alloh cheklagan gunoh ishlarni qilish bilan o'zinglarga ziyon solmanglar. Mushriklar sizlarga birlikda hujum qilgandek, sizlarmi ularga qarshi birlikda urush qilinglar. Bilinglarki, Alloh taqvodorlar bilan billadir. Ya'ni Allohning amrini bajo keltirish, man'i qilgan ishlaridan cheklanish bilan Allohdan qo'rquvchilarga Allohning yordam beradiganligiga ishonchida bo'linglar. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Oyni orqaga surish, ya'ni urush harom qilingan oyni boshqa bir oyga o'zgartib, yilning 12 oyini 13 oyga ko'paytish kufrini ziyoda qilishdir. Buning bilan kofirlar ozdiriladi. Ular Alloh harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol qilsa, ikkinchi yil harom qiladi. Shuning bilan ular Alloh harom qilgan oyni halol qiladi. Ularga o'zlarining yomon amallari chiroyli ko'rsatildi. Alloh kofir qavmni hidoyat qilmaydi. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Ey müminler! Sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nimishqa yurtinglardan ayrilginglar kelmaydi. Dunyo hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? Dunyo hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan selishtirganda arzimas narsadir. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. Agar sizlar jihodga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltiradi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Alloh har narsaga qodirdir. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Agar sizlar
Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uningga yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga g'am qilmag'in. Alloh haqiqatan biz bilan billa deydi. Alloh uningga, ya'ni payg'ambariga xotirjamlik beg'ishladi. Uningga farishtalardan bo'lgan qo'shinlar bilan madad berdi. Ularni sizlar ko'rmadinglar. Kofirlarning so'zini, ya'ni sherik kalimasini pas qildi. Allohning so'zi, ya'ni kalima tavhid ustundir. Alloh g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey müminler cemaasi, sizler yenik bo'lgan yoki ig'ir bo'lgan holatda, ya'ni mayli yosh qeri, piyoda, ulug'liq bo'linglar, o'ngishliq va qiyin sharoitda bo'linglar, ixtiyoriy va ixtiyorsiz bo'linglar, hamma ahvolda jihodga chiqinglar. Allohning yo'lida melinglar bilan, jininglar bilan jihod qilinglar. Agar bilsanglar, mundaq qilish sizlar uchun yaxshidir. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Agar ularning da'vat qilinig'ini oson qo'lga keladigan g'animat va yiroq emas o'ttir hol safar bo'ladigan bo'lsa, ular cho'qim sana agishib g'animat elish maqsadida chiqatdi. Lekin bu orliq ularga yiroq bilindi. Ular Alloh bilan qasam ichib, agar chiqishga qodir bo'ladigan bo'lsak, albatta sizlar bilan birga chiqatdik deydi. Ular yolg'on qasamlari tufaylidan o'zlarini halok qiladi. Alloh biladi-ki, ular shak shubhisiz yolg'onchilardir. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Ey Muhammad, Allah seni kechirdi. O'zrisida rostchilar bilan yolg'onchilar sana aniq bo'lmaguncha nimishqa ularga chiqmaslikka ruxsat berdi. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Ey Muhammad, Allahqa va oxirat kuniga ishonadiganlar sendin mollari bilan va jonlari bilan jihad qilishga ruxsat so'rmaydi. Allah taqvodorlarni obdan biladi. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Ey Muhammad, senden faqat Allohga va oxirat kuniga ishonmaydiganlar dillarida Allohning birligiga va sening payg'ambarligingga gumoni borlar ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tengriqab yuridi. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة
ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Agar ularning jihodga chiqish niyati bo'lsa, albatta uningga tayyorlik qilatdi. Lekin Alloh ularning chiqishini yoqtirmadi. Ularning dillariga o'rinliqni silib, ularning irodasini sundirdi. Ularga o'ylarda qelib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar, ojizlar bilan qelinglar deyildi. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Agar ular sizlar bilan birlikda chiqqan bo'lsa, oranglarda faqat fitna fasodni ko'paytadi. Oranglarga bölgünçilik selish uchun cho'qim suxanchilik bilan shug'ullanadi. Oranglarda ular uchun tingtinglaydiganlar bor. Alloh zolimlarni, ya'ni munofiqlarning ich-teshini obdan bilguchidir. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. İlgiri ular toki Allohning yordami kelganga, Allohning dini ustunlik qozonganga qadar haqiqatan bölgünçilik selishga uringan, sana hiyli mekrlarni ishlatgan edi. Halbuki ular bundaq bo'lishini, ya'ni dinning ustunlik qozonishini yomon ko'rguchilardir. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. Ularning orasida manga, ya'ni mening qilishimga ruxsat qilgin. Meni baloga giribtor qilmagin. Ya'ni Rumning ayollari bilan gunoh qilib selishimga sababchi bo'lmagin deguchilarmi bor. Amalda ular munofiqlikdan iborat cho'ng baloga giribtor bo'ldi. Shubhisizki jahannam kofirlarni o'rab turg'uchidir. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. Agar sen birer yaxshilikka erishsang, ularning ko'ngli yerim bo'ladi. Agar sana birer musibat kelsa, ishning oldini olgan ekanmiz deyishib xushal qaytishidi. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Aytqinki, bizga faqat Allohning taqdir qilgan narsasi yetadi. U bizning madadkorimizdir. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni mo'minlar hamma ishni Allohga topshirsin. Undan boshqa hech ahadiga yo'lanmasin. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Aytqinki, sizlar faqat bizning g'alba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar. Bizmi Allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishini yoki bizning qo'limiz orqali sizlarni jazolashini kutyapmiz. Sizlarmi o'zinglarga kelganni kutinglar. Bizmi albatta
o'zimizga kelganni kutayli. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Aytqinki, ey munofiqlar jamoasi, sizlar ixtiyoriy yoki majburiy yo'sinda qanchalik pul mol sarf qilsanglarmi, hargiz qabul qilinmaydi. Chunki sizlar Allohning itoatidan chiqqan qavm bo'ldinglar. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ularning bergan nafiqlari shuning uchun qabul bo'lmaydi-ki, ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qiladi. Namozni xushyoqmaslik bilan o'qiydi. Pul melini rozilik bilan bermaydi. ألا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. Ularning mol mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Allah ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni va ularning kofir peti jon uzishini iroda qiladi. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. Ular biz cho'qim sizlar, ya'ni sizlarga o'xshash musulmonlardan deb Alloh bilan qasam ichdi. Ular sizlardan emas, lekin ular ziyon zahmatga uchrashdan qo'rqib, og'zida musulmon bo'lgan qo'rqinchoq qavmdir. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. Agar ular biror qo'rg'on yoki g'or va yoki gamini topsa edi, ular shu tarafga qarab albatta yugurishgan bo'ladi. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. Ey Muhammad, ularning ba'zisi sening sadiqa va g'animatlarni taqsim qilishingni ayblaydi. Ularga uningdan berilsa xush bo'lishidi, berilmasa xafa bo'lishidi. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من